Assalomu alaykum. Bu videoda sizlar bilan kompyuterimizga o'rnatilgan dasturlarni o'chirishni ko'rib chiqamiz. Demak, kompyuterda o'rnatilgan dasturlarni o'chirishni bir necha yo'llari bor. Ko'pgina dasturlar o'zini o'sha o'rnatadigan fayllari bo'lsa, undan tashqari o'chiradigan fayllari ham mavjud. Bu narsani hozir biz mana provodnikni ochib olamiz va e'tibor bering, masalan, KMPlayer degan dasturni, ya'ni o'sha video playerni o'chirmoqchimiz. Bizda C diskimizda Program Files'da KMPlayer 64X degan papkada joylashgan. Ochib olamiz. Program Files KMPlayer 64X. Endi bu joyda e'tibor bering, uninstall yoki uninstall deb o'qishimiz mumkin. Mana shu programmani ustiga 2 marta bosadigan bo'lsak, shu KMPlayer dasturini o'chirib tashlaydi. E'tibor bering, удалить, да, закрыть. Ko'rib turganingizdek, Program Files KMPlayer'da ichida faqatgina shu programmani o'zi qoldi. Bundan boshqa hech qanaqa fayllar qolmadi. Ma'lum bir bironta programmani o'zini o'chiruvchi fayli bilan o'chirishni ko'rdik. Ya'ni o'chirib tashladik programmani. Endi bizda KMPlayer dasturi mavjud emas, o'chib ketdi. Keling, o'sha dasturni hozir yana qaytadan o'rnatamiz. Запустить. Занимаю. Установить. Ko'rib turganingizdek, dasturimiz o'rnatildi. Endi biz o'chirishning ikkinchi yo'lini bilan tanishamiz. Ikkinchi yo'liga kirish uchun postga kiramiz. Postdan приложение yoki programmы, mana установка и удаление программ degan bo'limni tanlaymiz. Bu qismida ko'rib turganingizdek, dasturlarimizni ro'yxati chiqyapti. Shu dasturlarning ichidan biz KMPlayer, maniki bosh harflarini yozganimizdan keyin o'sha dasturni topib beryapti. Endi bu joyda ustiga bir marta bosamiz, keyin mana shunaqa o'zgartirish yoki удалить qilish chiqadi. Bundan удалитni bosamiz va boya ishga tushirgan, ya'ni uninstall degan faylni ishga tushirib beryapti. Bu degani o'sha faylni o'chiradi. Da, закрыть. Ko'rib turganingizdek, programmamiz yana o'chib ketdi. Endi keling siz bilan KMPlayer emas, balki undan boshqa mana PDF Viewer degan dasturni yoki bo'lmasam Download Master dasturini o'chirishni ko'rib chiqamiz. Download Master dasturini o'chirish uchun o'zini installdan foydalanishimiz ham mumkin yoki bo'lmasam boyagi nastroykadan foydalanishimiz mumkin. Nastroykaning yana bitta turi bor. Bu turini hozir sizga ko'rsataman. Приложениеga o'tamiz. Yana o'sha oyna. Endi mana bu joyga e'tibor bering. Дополнительные псевдонимы выполнения приложения. Bu joyda emas, mana bu joyda ekan. Programma komponenti deganiga bosamiz. Bizga mana bu Windows 7 dagi eski o'chirish, ya'ni programmalarni boshqarish oynasini ochib beradi. Bu joyda ham o'sha kerakli dasturni topib olib turib o'chirishligimiz mumkin. Masalan, PDF Viewer dasturini ustiga belgilaymiz, 2 marta bosamiz yoki bo'lmasam удалить tugmasini bosamiz. 2 marta bossak, o'sha удалить degan tugmani bosish bilan bir xil. Ana endi da tugmasini bosamiz va hozir o'chirganimizdan keyin kompyuterdan перезагрузка berishni so'rayapti. Endi ba'zi bir programmalar перезагрузка berishni so'raydi. Agar siz bir vaqtingizda bir nechta programmalarni o'chirayotgan bo'lsangiz, unda net tugmasini, agar bitta qanaqadir kattaroq programmani o'chirgan bo'lsangiz, unda da berasiz va kompyuteringiz o'chib yonadi. Ayni vaqtda bizga kerak emas net. Endi keling siz bilan yana bitta o'chirish usulini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga maxsus programma kerak bo'ladi. Internetga kiramiz. Google orqali git uninstaller yoki installer deb izlaymiz. Bunda o'sha maxsus programma bor, kichkinagina. Downloadni bosamiz. Bu shaxsiy foydalanish uchun bepul. E'tibor bering. Endi zip yoki 7 formatdagisini yuklab olamiz. Ko'rib turganingizdek 2,5 megabaytlik dastur. Bu arxivni ochib olganimizdan keyin 10 tugmani bosib, uni arxivdan chiqaramiz. Распаковать в gig va ochilgan arxivdan chiqarilgan papkani ichida bittagina fayl bo'ladi. Bitta programma. O'sha programmani ishga tushiramiz. Ko'rib turganingizdek juda ham bir qulay dastur. Unda o'sha barcha o'rnatilgan dasturlarni ko'rishligimiz mumkin. To'g'ri, barcha kompyuterga o'rnatilgan, ishlatiladigan, ya'ni foydalanuvchi tomonidan o'rnatilgan dasturlarni ko'rishimiz mumkin. Endi bu joyda bizga masalan Download Master dasturi kerak emas. Biz buni ustiga 2 marta bosish orqali o'chirishni ishga tushirishimiz mumkin. E'tibor bering mana. Bunda ham barcha komponentlarini o'chiramizmi deb so'rayapti. Da deymiz va kompyuterdan o'sha programma o'chirib yuborildi. Okey. Endi bu programmaning yana bir qo'shimcha shunaqa funksiyasi, bu har bitta dasturni o'chirganimizdan keyin uni reestr degan narsa bor. Windows operatsion tizimida o'sha reyestrda joylashgan qolib ketgan qoldiq izlari bo'ladi. O'sha izlarni o'chirib tashlash uchun yozuvlarni o'chirib tashlaydi skaner qilib va undan tashqari ma'lum bir temp fayllar turadigan papkalarda ham tozalaydi. Endi удалитni bosamiz va ortiqcha musor fayllarni tozalab yubordik. Закрыть. Ko'rib turganingizdek, siz bilan biz kompyuterimizga o'rnatilgan dasturlarni 3-4 xil usulda o'chirishni ko'rib chiqdik. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'ling.